Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, anorning foydali xususiyatlari haqida juda chiroyli she'rlar uchrab qoldi. Men bu she'rlarni sizlarga taqdim etmoqchiman. Demak, anorning xosiyati haqidagi she'r. Shirin anor irur xul sovuq har vaqt. Bu so'zga tabiblar so'zidir hujjat. Achchig'idan safro bo'lur torumor. Undan yomon xiltlar tug'ilmas zinhor. Asal bilan qo'shib agar shirinin, yerga surkalsa yo'qotar barin. Charchoq, quloq og'rig'i, og'iz yarasi, me'da illati ham ketar barchasi. Achchig'i siylikni haydaydi ko'proq. Mayxushi nazdimda yana yaxshiroq. Achchig'i zarardir yesa tomoqqa, yo'tal bo'lsa shashmas el ham yemoqqa. Achchiq shirin yana ul mayxush anor, xafaqon haydovchi xosiyati yor. Endi esa azizlar, sizlarga anor gulining foydasi haqidagi she'rni taqdim etaman. Gapirsam anor gulidan sovuq, birinchi o'rinda ikkinchi quruq. Tish milkni doimo qilur mustahkam, qon tuflash dardini daf etar har dam. Ichak yarasiga undan naf yetar, yara chaqalarni yana daf etar. Shirin anor haqida. Shirin anor suvini shisha ichiga solib, qaynab chiqquncha oftob tig'iga tutgin uni. So'ng cho'p bilan ko'zingga o'sha suvdan surkasang, ko'z qishishin yo'qotib ko'paytirar nurini. Albatta, bu lirik chekinish bilan birgalikda foydali she'rlar hamdir. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron.uz kanali faqat siz uchun.